tajribasiga qaratamiz. Bu yerda 34 ta mahalladan 57 nafar yoshning umumiy qiymati 5 milliard 338 million so'm bo'lgan biznes loyihalari hayotga tatbiq etildi. Natijada 79 ta ish o'rni yaratildi. Bu hududdan yana bir yorqin misol. Istiqlol mahallasida 280 o'rinli umumiy ovqatlanish shoxobchasini tashkil qilgan yosh tadbirkor Jahongir Omonov. Uning loyihasi uchun 1 milliard 200 million so'm ajratilgan va bugun u butun mahallaga xizmat ko'rsatmoqda. Bizning Jizzax viloyati Baxmal tumani ham hozir turistik zonaga aylanayotganligi sababli juda ko'p turistlar Baxmal tumanimizga tashrif buyurishmoqda. Shu sababli biz ilhomlangan narsa shu turistlarga umumiy ovqatlanish shoxobchasi ochmoqchi edik va biz prezidentimizning yangi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qarori tufayli ovqatlanish shoxobchamizni ochdik. Bu xususiy shoxobchamiz hozirda turistlarga juda yaxshi sifatli ovqatlarni, taomlarni yetkazib beryapti va sifatimiz juda ham zo'r. Bu ovqatlanish shoxobchamiz hozirgi kunda bir vaqtda 280 ta iste'molchiga bemalol xizmat ko'rsata oladi va shu bilan birgalikda bizda juda ham ko'p alohida xonalar, kimdaki misol uchun o'zining oilaviy kelib o'tirishga imkoniyatlari bo'lsa, bemalol o'zimizning xonalarimiz sifatli va chiroyli bizda xizmat ko'rsatamiz ularga. Shu tufayli biz hozirgi kunda o'zimizning xususiy ovqatlanish shoxobchamizni keng tarmoqda rivojlantirishga harakat qilyapmiz va turistlar bizdan, Baxmal tumaniga kelayotgan turistlarimiz bizdan albatta juda ham mamnun hisoblanadi. Yana shu bilan birgalikda shuni aytishim kerakki, prezidentimizga juda kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki bir paytlar bu narsalarni orzu qilish bu boshqa narsa, amalga oshirish bu boshqa narsa edi. Hozirgi kunda prezidentimizning yangi tadbirkorlikni, yosh tadbirkorliklarni qo'llab-quvvatlash farmoni qarori bilan biz 1 milliard 200 million kredit olib bu ovqatlanish shoxobchamizni shu ko'rinishga yetkazdik va bu uchun juda ham katta rahmat aytib qolamiz. Bugun nafaqat siz o'zingiz bandligingiz, balki mana shu mahalladagi, tumandagi ko'plab yoshlar ham shu joyda xizmat qilayotganligini biz ko'rdik. Ular bandligi ta'minlandi nazarimda. Qancha ishchi bor hozir? Ha, albatta, hozirgi kunda biz asosiy e'tiborni shu narsaga qaratdik. Negaki bilasiz, hozir bizda bitirayotgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlash bu asosiy omil hisoblanadi. Shu uchun biz ham o'zimizning mahallamizdan va qo'shni mahalladan bitiruvchilarni ish bilan ta'minladik. Ya'ni ularning soni hozir 20 tadan oshdi. Bu esa bizning ovqatlanish shoxobchamizda o'sha 20 ta inson oilasini bemalol ro'zg'orini tebratyapti. Shu bilan qaror juda ko'p insonlarni ruhlantiryapti. Chunki bilasiz, hammada fikr bor, lekin uni amalga oshirish uchun imkoniyat yo'q. Uni amalga oshirish uchun mablag' yo'q. O'sha narsani biz bilgan holda juda ko'p tadbirkorlar bir-biridan ruhlanyapti. Ya'ni prezidentimizning misol uchun qarorlari bilan juda ko'p tadbirkorlar hozir bu sohaga qiziqish bildiryapti va tadbirkorlar soni ko'payapti Baxmal tumanida. Ochig'ini aytganda, shu vaqtga qadar yoshlarimizga mahallaning o'zida 33 milliondan 100 million so'mgacha kredit ajratilgan. Mana prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuvdan so'ng alohida qarorlar imzolanib va yoshlarni tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun alohida tijorat banklari ham biriktirib berildi. Bugun yoshlarimiz uchun alohida resurs bor va 1 milliard 200 million so'mni sizlar ko'ryapmiz. Oldin ochig'ini aytganda yoshlarga buncha katta mablag' ishonib berilmas edi. To'g'rimi? Albatta, albatta. Bu katta mablag'ni misol uchun ajratishni o'zi bir juda katta risk. Buni misol uchun qilayotganligining o'zi bitta juda ham katta misol uchun bizga nisbatan e'tibor deb o'ylayman. Shu uchun biz bu mablag'larni to'g'ri boshqarishimiz va bu mablag'lardan biz ertangi misol uchun yoshlarga o'rnak bo'la olishimiz kerak. Magan misol uchun biz bu narsalarni to'g'ri bajarmasak, ertaga misol uchun boshqa kishiga kredit berish bu yana ham xavfli riskka aylanib qolishi mumkin va boshqalar bundan qila olmayman degan xulosaga kelib qolishi mumkin. Shu uchun biz bor e'tiborimizni servisga, ovqatlar sifati, kelayotgan insonlarning mamnuniyatiga qaratganmiz hozir. Va raqobat ham katta rol o'ynaydi. Albatta, raqobat juda ham rol o'ynaydi, chunki sizni yoningizda yoki boshqa joyda yana bitta misol uchun ovqatlanish shoxobchasi bo'lsa, biz ular bilan doimiy misol uchun fikr almashuvga borishimiz kerak. Raqobat deb turib misol uchun yoki nimadir deb turib bir ular bilan biz yomon atashanaga tushib qolishni xohlamaymiz. Ulardan kamchiliklarimizni o'rganamiz, ular bizdan kamchiligimizni o'rganadi va rivojlanish albatta yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Eng muhimi yoshlarimizda ishonch bor, g'ayrat bor. Albatta, yoshlarimiz har doim men kabi yonib turishini, ular ham biz kabi harakat qilishini xohlaymiz. Shu uchun hech narsadan qo'rqmasligini so'raymiz, doim olg'a borishini so'raymiz. Bilasizki, o'zingiz birinchi qadam eng muhim qadam hisoblanadi. Va tadbirkorlik katta tavakkalchilikka ham asoslanadi. Albatta, tadbirkorchilik juda ham katta, misol uchun siz aytganingizdek tavakkalchilikka asoslanadi. Shu sababli endi har bitta odam o'ylayotgan narsasini, qilayotgan narsasini misol uchun o'ylab qiladi, lekin
lekin harakat qilish kerak. Harakat qilmasa, misol uchun izlanmasa, o'rganmasa, nimadir qilishga nisbatan unda xohish bo'lmasa, hech narsa amalga oshmasligini biz hammamiz juda ham yaxshi Endi bilamiz. mana siz olgan kredit 1 milliard 200 million so'm, bu kichkina summa emas. Buni qaytarish shartlari ham bor. Bundan hech cho'chimadingizmi? Hozir kreditlarni so'ndirib borish tartibi qanaqa ketyapti? Menimcha, bu umumiy ovqatlanish shoxobchasiga bo'lgan ehtiyoj sizni ham mana shu qarzdorlikni o'z vaqtida yopish imkoniyatini ham beryapti. Xaridorlar, xo'randalar tashrifi ham ko'p menimcha. Albatta, hozirgi kunda biz aytganimizdek bizda ovqatlanish shoxobchamiz bir vaqtda 280 ta odamga bemalol xizmat ko'rsata oladi. Shu bilan birgalikda boyagi 1 milliard 200 millionning badali ham albatta bor. Biz buni o'z vaqtida to'layapmiz.